Gadjet va bolalar. Agar gadjetlardan to'g'ri foydalansangiz, u sizning do'stingizga aylanadi. Agar undan noto'g'ri foydalansangiz, sizga zarar yetishi mumkin. Shunday ekan, muhim qoidalarni eslatamiz. Birinchi qoida: agar siz 7 yoshgacha bo'lsangiz, gadjetlardan kuniga 30 daqiqagacha foydalanishingiz mumkin. Agar 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lsangiz, kuniga 1 soatgacha bo'lgan vaqt sizga yetarli. Ikkinchi qoida: gadjetlardan foydalanishda har 20 daqiqadan so'ng 2-3 daqiqa tanaffus qiling. Tomosha vaqtida qaddingizni to'g'ri tuting va ekranga uzoqroqdan qarang. Uchinchi qoida: uxlashdan kamida 1 soat oldin telefon, planshet yoki kompyuterdan foydalanmang. To'rtinchi qoida: internetdan foydalanishda ota-ona ruxsatisiz yangi dastur yoki o'yin yuklab olmang. Begonalar bilan gaplashmang. Beshinchi qoida: zo'ravonlik voqealari aks etgan yoki bolalar uchun taqiqlangan kontentlarni tomosha qilmang. Har bir qoida siz uchun muhim. Yaxshisi, asosiy vaqtingizda kitob o'qing, sport va ijod bilan shug'ullaning.